zerikib ketdim yo'lda, paputekra qilib ketaman. Xatga ekan. Assalomu Vodniga. Nech pul? 5000. Ha, blogerlik ham qiyin bo'lib ketdi, bu ham qo'shmaysanmi? 5000 aka. Mingsim. 5000 aka. Ketdik, o'tir. Kayfiyatlar. Videoga olaman, xafa bo'lmaysan. Gaplashib ketamiz birga. O'qiysanmi? Ha. Qayerda? Vodnida. Ha, repetitormi? Ishlar yaxshimi? Yaxshi rahmat. Kuzatib turasizmi? Ha, kuzatib. Sansira birisi necha yosh? 16 yosh. Ular sensurmi? Ha, bo'ldi. Endi garchi men hozir bitta joy borib keldim. Syomkaga zo'r joy ko'rdim. Endi qaytayotganda kirib ketay dedim-da, men biznes pulni chiqaray deb. To'y qachon endi? Ha, to'y hali bor aka. 16 yosh. 18da? Ha, 20 yosh. 20da sirasi. Tayyormi o'zi? Yo'q, hozir o'qishga. Nechta o'g'ilsizlar? Ikkita o'g'il. Eng kichkinami? Singlimman. Ha, eng katta. Eng katta. Nima kelajakda planlar, qanaqa planlar bormi? Endi chet elga topshirmoqdamiz. Qaysi chet elga? Koreyaga. Koreya? Agar Koreyaga kirsang o'qishga, mana mendan otash qassob taniysan Koreyada? Yo'q. Otash qassob degan bor, Koreyada otash qassob bor. Anaqa kimiyada. Ishga men o'zim joylab qo'yaman mana. Oylik yaxshi bo'ladi. Otash aka. Mana. Ishga o'xshatmadingmi? Ha, uncha o'xshadi. Kim deb o'yla? Bilmadim endi, o'xshatmadim deb o'xshadi. Borsak bo'ldi mana qara. 39 kilometr benzin qolmadi va to'k qoldi. Yetib boramiz. Tak, birinchi manzilga keldik. Tak, qayerda tushasan? Ha, Прямо 2 километра. Svetofor yonidami? ham bo'ladi, svetofor. To'xtatsam bo'ladi, shtraf yozmaydimi? Yo'q. Точнami? Qadam shu joyda tushdim. Har doim shtraf qilisharkan-ku o'zingga. Yo'q. Ukam yaxshi yetib ol. Rahmat aka. Sog' bo'l, salomat bo'l. Sog' aka. Charchama. 5000 ni olib qo'yur. Parojni olasan. Parojni olasan. Davay, charchama. Keyin. Chilonzor ikkita odam.